Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bilasizlarki, IDU universitetining asosiy g'oyalaridan biri o'z talabalariga o'qish paytida ham o'qib, ham ishlash imkoniyatini yaratib berish. Va mana shu imkoniyatdan foydalangan, o'qish paytida o'zini ishini topgan talaba bilan bugun suhbatlashamiz. Turg'un, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz mana shu universitetda o'qib, o'qish paytida o'zingizni karyerangizni yaratgan, qurgan va o'qish paytidayoq sohangiz bo'yicha ishlayotgan talabalardan birisiz. Bugun bu intervyuni shunaqangi qilishimiz kerakki, bizni ko'rayotgan biror talaba yoki abituriyent bizni ko'rgandan keyin aynan shu siz topgan yo'ldan yoki kamida shunaqa va undan yaxshiroq bo'lishi uchun biz ularga qanaqadir bir to'g'ri yo'l ko'rsatib yuborishimiz kerak. Xudo xohlasa. Birinchi navbatda suhbatni boshlashdan oldin o'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz. Mening ismim Turg'un, yoshim 21 da. Hozirda IDU talabasiman, 4-kurs AI sohasida o'qiyman. Hozirda o'sha sotuv bo'limlarini tizimlashtirish Sistemara kompaniyasiga asosiy olganmiz. Sistemara. Ha. Yaxshi. Hozir bu loyiha haqida gaplashamiz. Undan oldin universitet haqida gaplashsak. O'zi qayerliksiz va qachon o'qishga kirgansiz? Shu narsani ayting-da. O'zim asli Surxondaryolikman. O'sha bundan 4 yil oldin 2022-yilda universitet universitetning eng birinchi talabalaridansiz. Shunaqa. Yaxshi, men sizni anchadan beri taniyman. Va boshda men bilishim bo'yicha siz universitetning eng negativ talabalaridan biri bo'lgansiz. Shunaqami? Shunaqa. O'sha vaziyat haqida qisqacha tushuncha olmoqchiman. Qanaqa edi boshda va keyinchalik qanaqa bo'ldi? Qanaqa qilib negativ talabalar qatoridan biror natijaga erishgan yaxshi talabalar qatoriga qo'shildingiz? Birinchi marta kelganimda o'zim kutgan bayga real universitetdan biroz farq qildi. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda yangi universitet bo'lgani uchun hali hech qanaqa natija yo'q hali. Biz ya'ni qaldirg'ochlar hali chiqmagan. O'shaning uchun baribir birinchida kirishda qo'rquv bo'lgan. Masalan, o'zgarishlar, boshqa narsalar baribir qo'rquvdan orqali boshlangan. Keyin o'sha birinchi yangi universitetda har doim ko'p narsa mukammal bo'lmaydi. Kamchiliklardan bo'ladi. O'sha kamchiliklarni o'sha tanqidiy ko'z bilan qaraganmiz. Eng ko'p kamchiliklarni ko'rgan talabalarsizlar siz. Balki. O'sha kamchiliklarni ko'rgan holda ba'zan o'sha ikkinchi kursgacha deyarli faqat tanqidlarda bo'lganmiz universitetda. Endi o'sha vaqtda ikkinchi kursdan keyin o'shanda imkoniyatlardan, ya'ni IDU berayotgan imkoniyatlar bo'yicha bo'lishi mumkin, o'qituvchilar bilimi, networking, boshqa narsadan to'g'ri foydalangan holda o'sha ikkinchi kursdan bor imkoniyatlardan foydalangan holda o'zimning o'sha shaxsiy biznesimni boshladim. Shunda ikkinchi kursdan boshlagansiz. Ikkinchi kursdan 3-kursgacha biror bir kompaniyalarda ishchi xodim bo'lganman. Hozir o'zim kompaniya asosisiman. O'shani chuqurroq tasvirlab bera olasizmi? Aynan shu ish boshlanishiga nima sabab bo'lgan? Siz shu ishni boshlagansiz va universitet tomonidan berilgan nima bu narsaga yordam bergan sizga? Universitet har doim nazariy jihatdan bilim beradi. Ko'pincha yo'lni ko'rsatadi, lekin boyagi yo'l topish hamma universitet talabaning o'ziga bog'liq. Shu sababli ikkinchi kursdan, ya'ni deyarli hamma ba'zi talabalarimiz ishga kirgan, ba'zilari boshqa o'zining sohasida yoki ish topishgan. Shunda menda yangi ish, karyera qilish paydo bo'lgan. O'shandan keyin o'sha ishlarga topshirganmiz va intervyudan o'tib o'sha kompaniyada ishni boshlaganmiz. 2 yilcha oldin o'sha 1 yil sohasida o'sha sohada o'sha xodim bo'lib, xodimdan keyin PM, loyiha menejerigacha ko'tarilib, keyin o'sha o'zimning loyihamni boshlashga kuch topdim. O'sha loyihangiz haqida tushuncha bersangiz, o'zi nima loyiha va nima ish bilan shug'ullanasiz? Sistemara bu sotuv bo'limlarini tizimlashtirish. Ba'zi kompaniyalardan ajratib turadigan narsamiz, ko'pincha kompaniyalar, stream kompaniyalar hozir to'xtang. Boshqalardan ajratib turish haqida emas, o'zi umumiy loyiha nimadan iborat? Hozir CRM o'rnatib beradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Sotuv bo'limini tizimlashtirish, bu yerda o'sha CRM, IP telefoniya, AI chatbot, mana shu sotuv bo'limiga aloqador narsalarni qilamiz. Demak, kompaniyalarda savdo bo'limlari bor. O'shalarni tizimli ishlashga yordam beradigan platformalarni olib o'sha joylarga o'rnatib berasiz. O'zi o'sha biznesga moslashtirib berasiz. Xuddi shunaqa. Yaxshi. Natijalar qanaqa? O'sha oxirgi 2 yilda qanaqa natijaga erishgansizlar shu bo'yicha? 1 yilcha oldin o'sha kompaniyalarda oddiy xodim sifatida ishlaganman. Bu yergacha 100 ga yaqin kompaniyalarda o'sha bilvosita qatnashganman. Endi o'sha
hozirgi vaqtda o'zimiz ajralib, o'zimiz kompaniyamiz ochganimizdan keyin hozircha 10 tacha loyihada o'zimiz real ishlaganmiz. Shu 10 talar hammasi ham sotuv bo'limlari kamida 2x gacha o'sdi. O'shanda o'shalar orqali bizga stabil daromadga erishdik. Yaxshi. Zo'r. Mana shu natijaga hozir undan oldin bitta savol beraman. Men siz tengi boshqa talabalarni ham bilaman. Va hammasi ham o'qish paytida ish topishga va o'sha payt ishlab birdan pul ishlashga yaxshi e'tibor qaratmayapti. Bunga qanaqa qaraysiz? Nima uchun siz bu yo'lni tanlagansiz? Ba'zilar faqat o'qishga e'tiborni qaratgan, ishlashga emas, pul topishga emas. Nima uchun siz bu yo'lni o'zingiz uchun to'g'ri deb bilgansiz? Men ham boshida ideal sharoitni kutishga harakat qilganman. Ya'ni 4-kursdan keyin qanaqadir biznes egasi bo'laman yoki qaysidir kompaniyada ishga kiraman degan narsa bo'lgan. Lekin bu ba'zan xom xayol sanaladi. Keyin o'sha bu yerda masalan vaqt, pul, bilim, mana shu narsalarni, lekin ko'pincha biz xato qilishdan qo'rqamiz boshlashdan oldin. O'shaning uchun talabalikda salgina xato bo'lsa ham o'sha yoningizda o'rtoqlaringiz yoki tanishlar sizga ota-ona ham uncha bosim bermaydi talabalikda. O'shaning uchun xato qilishdan qo'rqmaslik kerak talabalikda. Zo'r. Hozir mana shu qanaqadir natijaga erishgansiz deb hisoblasak, o'sha natijaga erishishingizgacha bo'lgan yo'lda universitetda o'qishingiz qanchalik qaysi tomondan sizga yordam bergan? Eng katta shu universitetdan olgan foydangizni aytib olasizmi? Bilishim bo'yicha universitet asoschisi Ibrohim aka qanaqadir yordam bergan sizlarga. Qanaqa o'sha yordam? Nima olgansiz shu universitetdan? Birinchi navbatda o'sha o'zimiz o'rgangan soha CRM bo'yicha Ibrohim akaning o'zining firmasiga ham ishlaganmiz. Ya'ni 6 oylar davomida bizning ishimizni o'zining real loyihalarida bizni ishlatib, ularga o'zimiz yechim takliflarimizni berganmiz. O'shandan so'ng bizda qaysi loyiha edi? O'sha Study Tokyo. Ibrohim aka demak o'zingiz sizlardan o'sha produktni sotib olgan. Boshida test ishlatgan. Ha. Keyinchalik o'sha IDU workshop tashkillashtirildi. O'shanda mening loyiham boshqalardan yutib chiqdi. Keyin o'shanda bizning ishimiz boshlandi. O'shanda bizda real mijozlar bilan ishlash, milliard klubidagi uchrashuvlar bizga katta yordam berdi. Ayniqsa o'sha birinchi sotuvimiz ham aynan o'sha milliard klubida Core Energy kompaniyasi bilan bo'ldi. U yerda hozir o'sha oylik daromadga ham chiqqanmiz o'sha kompaniyada. Demak, sizlarga Ibrohim aka birinchi navbatda sizlarning mahsulotini testdan ishlatib, birinchi mijoz bo'lib bergan va undan keyingi mijozlarni topishda ham o'zini tanishtirishlardan yangi mijoz topishga yordam berdi. Endi mana shu loyihangizda topadigan daromad haqida gaplashsak bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bo'pti, mana Study Tokyodan qancha topganingiz, shu Ibrohim akaning o'zining loyihasidan qancha topganingizni ayta olasizmi? Shu vaqtgacha 20 millionga yaqin pul topgan. 20 million. Bu kontraktingizning katta qismini to'lashga yordam berdi. Yarmi salkam. Yarmidan ko'proq. Shunaqa. Yaxshi. Demak, hozirgi loyihada qanaqadir bir определённый biror oylik daromadingiz bor. Shunaqa. Va u hozirgi hayotingizga yetadimi va kelajakda buni yaqin kelajakda shu universitetni bitirguningizcha qanaqa darajada oshirish rejalari bor va ko'zingiz yetadi oshirishga? Hozirgi daromadimni 2-3 barobar ko'paytirmoqchiman. Hozirgi baribir qisman yetadi, lekin baribir o'sha kompaniyani kengaytirish, aynan jamoani kengaytirish, aynan o'sha xodimlar tayyorlash, shogirdlar yetishtirish bo'yicha rejalar bor. O'sha universitet bitirguncha iloji bo'lsa o'sha universitet talabalari orasidan ham tanlab olamiz. 2-3 barobar deganimi taxminan qancha ayta olasizmi? 2-3 ming. 3 ming. Tushunarli. Oxirgi savol. Hozir bu videoni asosan yoki ota-onalar yoki abituriyentlar yoki talabalar ko'radi. O'zingizni necha yoshsiz? 21. 21 yillik tajribangizdan kelib chiqib, ularga mana shu o'qish paytida nimalar qilish kerakligi bo'yicha qanaqa maslahatlar bera olasiz? O'sha universitet yuqorida aytganimdek faqat yo'l ko'rsatadi. Talabaning o'zi topa olish kerak. O'sha yo'lda o'zining xato, kamchiliklar ko'p universitetlarda masalan nazariy jihatdan bilimlar beradi, lekin amaliyda juda qiyin. Ya'ni amaliyda qo'llay olish juda qiyin. O'shaning uchun masalan o'sha aynan YouTube'dagi amaliy workshoplar ham menga yordam berdi. O'sha universitetni bitirmasdan turib, universitetda olingan bilimlarni o'sha xato bo'lsa ham, kamchilik bo'lsa ham o'sha o'zida qo'llay olish kerak. Chunki bu ertaga yosh o'tgandan keyin bu inson xato qilishdan, boshqa narsadan qo'rqadi. Chunki oila, boshqa mas'uliyat ortganda. O'shaning uchun talabalik bu
ota-onadan anchalik qancha 4 yil erkinlikda yashash. erkinlikda yashash. Ya'ni o'sha tufayli xohlagan xato kamchiliklar kechiriladi. O'shaning uchun o'sha talabalikdan qo'rqmasdan Demak, siz aytmoqchisiz, talabalik bu eng ko'p xatolarni qilib olish kerak bo'lgan payt. o'shani Undan keyin bunaqa shans bo'lmaydi. Yaxshi. Bu fikrga men ham qo'shilaman. Rahmat bugungi suhbatga kelganingiz uchun. O'ylaymizki, bu video abituriyentlarga va talabalarga foydali bo'ldi. natijami IDU.